Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez kardeşler, anlavatqınınla Muhammed İbn Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Camil Usul ve Mecmu'uz Zavaid namlı kitabının 7. tomu. Biz edep, ahlak ve qaidi usuluna bilimini okuvatqan toq. Hazır okuyduğunumuz oyun tamaşa, lanet qilish ve tillash alaqadar seyyedisler. Abu Davud'ның Hasan ve Sahih rivayetinde Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamның bir kepterning arkasından ergişip ketayotganligini görüp şeytan ergişip ketayotidu degan. İmam Müslimning rivayetinde Said ibn Jubayr'dan mundaq rivayet kılındı. İbn Ömer radhiyallahu anhuma bir qushni nishon uchun tiklab qo'yib o'q etib o'ynayotgan bir to'p Quraysh bolaning qishini o'tib qoldi. Kimning atgan o'qi nishonga tegmasa, shu qushning egasiga bir narsa beradi. Ular Ibn Ömerni ko'ribla tarqalib ketdi. Ibn Ömer buni kim qildi? Buni qilgan kishiga Alloh la'nat qilsin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jalliq narsani nishon qilib, o'q atgan kishiga la'nat qilgan dedi. İmam Müslim'nin rivayetinde Burayda radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Kimki şişğalı oynasa, xuddi qo'lini cho'shqaning qinida bo'ygandek bo'ladi. İmam Buxoriyning rivayetida Ayşe radhiyallahu anhadan mundaq rivayet kılındı. Men kichkimda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning yanında qo'rchoqlarni o'ynaytdim. Men bilan birga o'ynaydigan bir necha do'stim bor edi. Ular Peygamber aleyhisselam'ını görsüle tartınıp perdenin arkasına ötüp yoşurunu ulatdı. Peygamber aleyhisselam ularını menin yanımda elip çıkıp koyattı. Şunun bilen oyunumuzun davamlaştırdık. Ebu Davud'ның sahih rivayetinde Ayşe raziyallahu anhadan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk yaki Xaybar gazıdan qaytып geldi. Onun taksisiga perde tartib qo'yilgan bo'lib, perde shimalda qayrilib ketibdi. Peygamber aleyhisselam men o'ynaydigan qo'rchoq qizlarni ko'rib qoldi-da, "Ey Ayşe, bu nima?" deb so'radi. Men "Qo'rchoq qizlarim" deb javob berdim. Peygamber aleyhisselam qo'rchoqlar orasidagi qanotli atni ko'rib, "Undaqda bu nima?" deb so'radi. Men "U at" desem, Peygamber aleyhisselam "Atning ustidagilar-chi?" deb so'radi. Ular "Atning qanotlari" dedim. Peygamber aleyhisselam "Atningmi qanoti bo'lamdi" degan edi. Men Süleyman aleyhisselamның qanotli atlarının bar ekanligini anglamganmiding dedim. Bunu anglagan Peygamber aleyhisselam mübarek eziq tishlari ko'ringidek darajada kulib ketdi. Abu Davud'ның senedi sahih rivayetinde Enes radhiyallahu anhu rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kelgende Habeşlikler xushal bo'lishib neyz o'yinlarini o'ynagan edi. Tirmizi'nin sahih rivayetinde Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Mümin qusur tapadigan, lanet aytadigan, qo'pol, og'zi bizab bo'lmaydi." İmam Müslim'nin rivayetinde Ebu Derda radhiyallahu anhu rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "To'li lanet o'qiydigan kishilar qiyomat kuni ne shafaatchi, ne guvohchi bo'lolmaydi." Tirmizi'nin sahih rivayetinde Samura ibn Jundub radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Bir-biringlarga Allohning lanati, Allohning g'azabi va do'zax o'ti bilan lanat aytishmanglar." İmam Müslim'nin rivayetinde Ebu Hurayra radhiyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge müşriklarni qag'isang deyilgan edi. Peygamber aleyhisselam "Men qarg'ig'ich emas, balki rahmatlilik qilib avatildim" deb javob berdi. İmam Buxoriyning rivayetida Enes ibn Malik radhiyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber aleyhisselam boshqalarni tillaydigan, qarg'aydigan, qo'pol so'z harakatlarni qildiganlardan emas edi. Birimizga qattiq achchiqlab qolsa, bu sho'ri qurg'urg'i nima bo'lgandi deb qo'yatdi. İmam Buxoriyning rivayetida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivayet qiladi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Musulmonni tillash fosiqlik, musulmon bilan urushish kufrlikdir." İmam Buxoriyning rivayetida Abu Zar radhiyallohu anhu'dan rivayet qiladi ki u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning bir kishini fosiqlik yoki kofirlik bilan tillasa va u odamda undaq sifat tepilmasa, u so'z degichining o'ziga qaytadi. Ebu Davud'ның Hasan rivayetinde Ebu Derda radhiyallahu anhu rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Bende bir narsa lanat qilsa, lanat osmonga ko'tariladi. Lekin osmonning darvozasi etiladi.
Ondan u la'nat ziminga tushadi. Zimin darvosimi etiladi. Ondan o'ng va so'l taraflarga mangadi. Yo'l topolmay qolsa, la'nat qiling'uchiga yetib boradi. La'nat qiling'uchi u so'zga loyiq bo'lmasa, la'nat qilg'uchining o'ziga qaytib boradi. İmam Müslim'nin rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kılıdıki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. Tıllanğıcı radiya berişti çektin aşırı ötmegelle bolsa, bir-birini tıllaşqanlarının vabali tıllaşını başlığında buludu. İmam Bukhari'nin rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kılıdıki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. Allah azze ve celle mundaq dedi. Adem balası zamanını tillab bana azar berdi. Men zamanның yaratquchisiman. Hamma ish mening qo'limda. Kecha bilan kunduzni men o'rib turaman. İmam Müslim'nin rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kılıdıki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. Allah azze ve celle Adem balası zamanını tillab vay iset. Zaman undaq qildi, zaman mundaq qildi deb bana azar berdi. Men zamandurman. Men zamanның kecha bilan kunduzini o'rib turaman. Xalsam ikkisini o'rmay tutib turib olaman dedi. Şuna esqaysınlar vay iset. Zaman undaq qildi, zaman mundaq qildi deb salmışsın. Abu Davud'un sahih rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhumadan mundaq rivayet qılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin davrida bireylerinin to'nini shamol uchirib o'tgan edi. U odam shamolga la'nat qildi. Buni anglagan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uningga la'nat qilma, chunki u buyurilguchi kimki la'natga loyiq bo'lmagan bir narsaga la'nat qilsa, la'nati o'ziga qaytadi dedi. Abu Davud'un sahih rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet qılındı. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq degelikini anlagan edim. Şamal Allah tarafından avatilgan bulup, ba'zida rahmet, ba'zi azap elip keladi. Şuna şamalni ko'rganinglarda Allohdan uningga rahmet elip kelishini talab qilinglar va Allohga sig'inib, uning sharridan panoh tilanglar. İmam Bukhari'nin rivayetinde Ayşe radıyallahu anhadan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. Ölgenlerini sökmanglar, çünkü ular ilgiri qilgan yaxshi-yomon amallarning qashig'i berib bo'ldi. Tirmizining sahih rivayetida Mughira ibn Shu'ba radıyallahu anhu rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. O'liklarni tillamanglar, tillasanglar tiriklarga azor berib qo'ysizlar. İmam Müslim'nin rivayetinde İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferde ketip atattı. Ensarilardan bir ayol minib olgan tugisining eski qo'ydan terikib tugisiga la'nat qildi. Peygamber aleyhisselam bunu anlab qilib, u tugining ustidagi narsalarni ilib olib, qo'yib beringlar, chunki u la'natlandi dedi. U tugining kishilarning orasida minib yurgani, hech kimning uning chiqilmagani hozir ko'z oldimda turibdi. İmam Ahmed'nin raviyleri sahihiyatının raviyleri bo'lgan rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferde ketip atattı. Bir adamның tugisiga la'nat qilinganini anglab qolib, tugining egisi qani deb so'radi. Egisi mana men degan edi. Peygamber aleyhisselam tugangni qo'yib et, chunki uning qilgan la'natning qarg'ishing ijobat qilindi dedi. Abu Davud'un sahih rivayetinde Zeyd ibn Halid radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. Xo'razni tillamanglar, chunki u namozga uyg'otadi. İmam Müslim'nin rivayetinde Ali radıyallahu anhu rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. Atısıga la'nat qilgan kishiga, Allohning g'ayriga atab qon qilgan kishiga, biror jinoyatchini panohlantirgan kishiga, yo'l belgilarini o'zgartib o'tgan kishiga Alloh la'nat qiladi. Nasai'ning sahih rivayetida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivayet qilinadi. Bilib turib jazoni yeguvchi, yegizguchi va uni yozg'uchi, yusin tuzash uchun xal chektirguchi va chekkuchi, sakatga to'salg'ulik qilguchi, hijrat qilib bo'lib dindan yana olgan Arabiy qatorliqlar qiyomat kuni Muhammad sallallohu alayhi va sallamning la'natiga duchor bo'luvchilardir. Nasai'ning sahih rivayetida Haris radhiyallohu anhu mundaq deydi. Peygamber sallallohu alayhi va sallam jazoni yeguvchi, yegizguchi, guvoh bo'lguchi va uni yozg'uchiga, xol chektirguchi va chekkuchiga,
3 talaqdan keyin ayolini halollatquchi va halol qilib berguchiga la'nat o'qidi. Oradan biri kasaldan davolanish uchun hol chektirsa bo'lamdi deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom bo'ladi deb javob berdi. İmam Müslim'nin rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Ey Allah, men bir insonman. Şoňa musulmonlardan qaysi birini tillab qilgan yoki la'nat qilgan va yoki qamchilab salgan bo'lsam, bu ishlarni uningga qiyomat kuni duoyi salom, poklik va uni sana yaqinlashtiradigan vasiyat qilishga va'da berishingni talab qilaman." İmam Müslim'nin rivayetinde mundaq deyilgan: "Ey Allah, Muhammed bolsa başqa insonlardek g'azablangan bir insondir. Senden shundoq bir va'da talab qilamanki, meni hargizmi quruq yondirmag'aysan. Qandaq bir mu'minga azar bergan, tillagan bolsam yoki qamchilagan bolsam, bu ishlarni uningga kafarat va qiyomat kuni sana yaqinlashtiradigan vasila qilib bergin." İmam Müslim'nin rivayetinde Ayşe radhiyallohu anhadan mundaq rivayet qılındı: "İki kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qaşida bir nimlerini dep açığını keltirip qo'ygan edi. Peygamber aleyhisselam o ikkilerini tillab qag'idi. Ular chiqib ketgandan keyin men: "Ey Rasulullah, bu ikkilenga bek yomon bo'ldi-go" desam, Peygamber aleyhisselam nima uchun deb so'radi. Men ularni tillab qarag'iding-go desam, Peygamber aleyhisselam: "Sen tex bilmedingmi? Men Rabbimden va'da elib, ey Allah, men bolsam insonman. Şoň qaysi bir musulmonning qag'an yoki tillagan bolsam, bu ishimni uningga poklik va ajr qilib bergin degan edim" dedi. İmam Müslim'nin rivayetinde Enes ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki onun anası Ummu Sulaym'nin qaşida bir yetim kız bar idi. Bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o yetim kızga: "Sen şumu hakikaten çoğun bulup kitipsen, yaşın çoğaymışsın" dedi. O yetim kız yığılgan piti Ummu Sulaym'nin yanına girdi. Ummu Sulaym: "Ey kızım, sana nim boldu" dep sorgan idi. O kız: "Rasulullah mening yaşımning çoğaymaslığı beddua qildi. Endi mening yaşım herkesin çoğaymaydigan boldu" dedi. Bunu anlagan Ummu Sulaym yağılıqını artıp çıkıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni izlep tapdı. Peygamber aleyhisselam: "Ey Ummu Sulaym, nim boldu" dep sorgan idi. Ummu Sulaym: "Ey Rasulullah, mening yetim kızımni qaragydingmi" dep so'radi. Peygamber aleyhisselam: "Ey Ummu Sulaym, bu nima gap" dedi. Ummu Sulaym: "Onun yaşının çoğaymaslığı beddua qilganligini aytib keldi" degan idi. Peygamber aleyhisselam kulib ketib: "Ey Ummu Sulaym, mening Rabbimga qo'ygan shartimni bilmamsan? Men Rabbimga: men bo'lsam bir insonman. İnson memnun bo'lgandek memnun bo'laman. İnson g'azablanganda g'azablanaman. Şoňa ümmetimden qaysi bir kishiga u loyiq kelmaydigan holda beddua qilib salgan bo'lsam, uni qiyomat kuni shu kishiga poklik va Allohga qilishgan vasila qilgan deb shart qo'ygan edim" dedi. Shuning bilan o'yin tomosha, la'nat qilish va tillash aloqador sahifasini o'qib bo'lgan bo'ldik. Alloh hammalarga sabr taqat ato qilsin. Achchig'inglar kelganda achchig'inglarni yengib eng botir kishilardan bo'lishni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'du. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jami'ul Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 7-tomi. Biz adab, axloq va qodi usullar bilimini o'qiyotgan. Bugun anglaydiganinglar hasad qilish, gumon qilish, adovat tutish va aybini izlashga aloqador sahih hadislar. İmam Buxoriyning rivoyatida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Faqat ikki xil xislatga ega kishilar hasad qilishga, ya'ni bu xil xislatning o'zidan tepilishini arzu qilishga bo'ladi. Biri Allah mal ato qilib, uni haq yo'lda ishlatishga muyassar qilgan kishi. Yana biri Allah ilm ato qilgan, ushbu ilm bilan to'g'ri hukm chiqargan va shu ilmni boshqalarga o'rgatgan kishi." Tirmizining Hasan rivoyatida Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Sizlarga ilgirki millatlarning kesili tegishga boshladi. Bular hasad qilish va adovatlashishdir. Bu dinning iltizini quritadigan illatlardir. Jinim ilkida bo'lgan zotning nomi bilan qasamki, sizlar iymon etmoqcha jannatga kirmaysizlar. Bir-biringlarni yaxshi ko'rmoqcha iymon etgan bo'lmaysizlar. Sizlarga bir-biringlarni yaxshi ko'rishga turtki bo'lgan narsani deb beraymi?
aranglarda salamni umumlashtiringlar. İmam Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hasad qilishmanglar. Bir-biringlarga yolg'on xaridor bo'lib, bahona qasdan o'rlitib yotmanglar. Bir-biringlarga ta'tir qarashmanglar. Biringlarning savdosini buzib savdo qilmanglar. Hammanglar Allohning qarindosh bandalari bo'linglar. Musulmonning qarindoshidir. Shunga uningga zulm qilishga, yordamga muhtoj bo'lgan paytda yordam qilmay tashlab o'tishga va kamsitishga bo'lmaydi dedi. Ondan maydisiga ishorat qilib turib, taqvodorlik mana bu yerda. Taqvodorlik mana bu yerda. Taqvodorlik mana bu yerda. Bir insonning musulmon qarindishini kamsitishi uningga nisbatan yetarlik yomonlikdir. Bir musulmonning yana bir musulmonning qini, meli va izzat nomusiga chiqilishi haromdir dedi. Bu hadisda yana mundaq kelgan. Allah sizlarning jisminglarga yoki suratinglarga qaramaydi, balki dilinglarga qaraydi deb maydisiga ishorat qilgan. Tirmizining sahih rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Bir-biringlarni tashlab etmanglar, bir-biringlarga ta'tir qarashmanglar, adovatlashmanglar va hasad qilishmanglar. Hammanglar Allohning qarindosh bandalaridan bo'linglar. Musulmonning qarinishiga 3 kundan ortiq adovat tutishi durust emas. İmam Buxoriyning rivoyatida Abu Ayyub Ansari radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Musulmonning qarinishiga 3 kundan ortiq adovat tutishi va uchrashib qolganda har ikkilisi bir-biriga ta'tir qarab yurishi durust emas. Bu ikkisidan avval salom qilgani eng yaxshisidir. Abu Davudning sahih rivoyatida kimki mu'min qarinishiga 3 kundan ortiq adovat tutib o'lib ketsa, do'zaxga kiradi deyilgan. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Xiras Sulaymi radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, u Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan. Kimki qarinishiga 1 yil adovat tutsa, uning qinini tökkandek gunoh ishlagan bo'ladi. İmam Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jannatning darvozasi dushanba va payshanba kunlari ochilib, Allohga sherik keltirmagan har qanday bandaga mag'firat qilinadi. Faqatla qarinishi bilan o'ttirda adovati bo'lgan kishilar mag'firat qilinmay, bu ikkisi yarashgan qadar kutib turinglar. Bu ikkisi yarashgan qadar kutib turinglar. Bu ikkisi yarashgan qadar kutib turinglar deyildi. İmam Buxoriyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhaning ana bir qarinishining o'g'li Avf ibn Aris ibn Tufayldan mundaq rivoyat qilinadi. Abdullah ibn Zubayr Hazreti Aishaning bir narsani birisiga sotqanligi yoki berib etganligi haqida Allohning nomi bilan qasamki, Aisha bu ishdan voz kechsin, bo'lmasa men uni milin tasarruf qilishni cheklayman dedi. Hazrat Aisha bu so'zni xabar tepib, u Rasululloh shundoq dedimi deb so'ragan edi. Xabar yetkazganlar, Rasululloh shundoq dedi deyishdi. Shuning bilan Aisha radhiyallohu anha, undaq bo'lsa, men Abdullah ibn Zubayrga mengu gap qilmayman deb qasam qilib etdi. Kun o'tgan sari Abdullah ibn Zubayrning ichi titildab, ba'zi kishilarni arab qo'yib, Hazrat Aishaning kechirilishini talab qilgan bo'lsa-mu, Aisha radhiyallohu anha, Allohning nomi bilan qasamki, men uningga mengu gap qilmayman, ham qasmimni buzmayman deb chaqirib oldi. Aradan yana ma'lum muddat o'tdi. Abdullah ibn Zubayr Bani Zuhra jamoatidan Misvar ibn Mahrama bilan Abdurrahman ibn Asvad ibn Abdi Yag'us ikkilanga Allohning hurmati bilan sizlardan o'tib qolayki, meni Aishaning qishiga kiringlar, chunki uning men gap qilmaslikqa qasam qilish to'g'ri emas dedi. Misvar bilan Abdurrahman tonlarini kiyib, Abdurrahman ibn Zubayr bilan billa Aishaning qishiga bordi va kirishga ijozat so'rab, "Assalomu alayki va rahmatullohi va barakatuhu. Kirsak bo'lamdi" degan edi. Hazrat Aisha kiringlar dedi. Ular hammamiz kiramdiq deb so'radi. Hazrat Aisha Abdullohning ular bilan birga ekanligini bilmagachga, hammanglar kiringlar dedi. Hujurga kira-kirmay Abdullah ibn Zubayr pardaning ostidan o'tib Aishani quchoqlagan holda o'kirib yig'lashqa va Alloh taolani shifo keltirib turib, uningdan kechirim so'rashga boshladi. Misvar bilan Abdurrahman ikkisimi Alloh taolani shifo keltirib Aishadan Abdullohni kechirib, uning so'z qilish uchun yalvarib turdi. Va: "Ey Aisha,
payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bundoq adovatli ishdan cheklaganligini va musulmonning qarinishiga 3 kundan ortiq adovat tutishning durust emasligini senmi yaxshi bilasan deb turib oldi. Aisha radhiyallohu anha yig'ilgan holda ularga o'zining qasamini eslatib, "Men qasam qilib o'tganman. Qasam degan oddiy ish emas" deb tushuntirib oldi. Ular Aishaga bekmi ko'p yolurdi. Oxiri Hazrat Aisha Abdullah gap qildi va o'zining qasamini tura olmaganlik uchun 40 nafar qul ozod qildi. Keyingi chog'larda ashu qasamini aslisla yig'lab ko'z yoshi ro'milni qo'yib o'tdi. İmam Buxariyning rivoyatida Urva ibn Zubayrdan mundaq rivoyat qilinadi. Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuma Aisha radhiyallohu anhaga nisbatan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr radhiyallohu anhuning qalsila eng suyumli kishi edi. Boshqalarga qaraganda Abdullah uningga eng ko'p yaxshilik qilib turardi. Aisha radhiyallohu anha Alloh taolo bergan mol-mulkni saqlab yurmayla sadiq qilib o'tadi. Shunga Abdullah uni mol-mulk tasarruf qilish huquqidan mahrum qilish kerak degan edi. Buni olgan Hazrat Aisha "Men mol-mulk tasarruf qilish huquqidan mahrum qilinamdikanman. Men uningga gap qildigan bo'lsam, menga nazar vojib bo'lsin" dedi. Shuning bilan Abdullah Quraysh bir qancha mo'tavarni bo'libmi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tog'alarini aroq saluvdi. Hazrat Aisha yanala unimidi. Bu ahvolni ko'rgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ona taraf jamoatidan bo'lgan Bani Zuhra jamoatilik Abdurrahman ibn Asvad ibn Abd Yag'us va Misvar ibn Mahrama qatorliq tog'alari Abdullohga "Biz Aishaning qishga kirishga ijozat olganimizda sen eshikdan bosib kirgin" deb aql ko'rsatdi. Abdullah shunday qilib kirdi va keyin Aishaga 10 nafar qul avatgan edi. Hazrat Aisha ularning hammasini azod qilib o'tdi. Undan keyin Hazrat Aisha to'xtamay qul azod qilib 40 ga yetkazdi. Keyingi kunlarda Aisha shu chaqda bir qatim qilib tugatadigan ishni birini atab nazar qilsam bo'pti-kan. Shu chaqda bir qatim qilib tugatadigan ishdan birini atab nazar qilsam bo'pti-kan dedi. Tirmizining Hasan va Sahih rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam munbarga chiqib ullik ovozda mundaq deb to'g'lagan: "Ey tili bilan musulmon bo'lgan va diliga iymon sig'maganlar, musulmonlarga azor bermanglar, ularni haqoratlamanglar, ularning aybini ko'chilmanglar. Chunki qandoq bir kishi qarindishining aybini ko'chilsa, Alloh uning aybini ko'chilaydi. Alloh qandoq bir kishining aybini ko'chilsa, uni uyining ishida bo'lsa-mu rasvo qilib o'tadi." Ibn Umar radhiyallohu anhuma bir kuni Ka'baga qarab, "Sen nima degan ulug', hurmating nima degan ulug', ammo Allohning nazarida mu'minning hurmati sendan ulug'" dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Muaviya radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning undaq deganligini anglagan: "Sen kishilarning aybini ko'chilasang, orani buzib qo'ysan." İmam Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Bu dunyoda bir banda yana bir bandaning aybini yapsa, qiyomat kuni Alloh taolo uning aybini yapadi." İmam Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Alloh taolo bir bandasining aybini bu dunyoda yo'qgan bo'lsa, uni oxiratda ham yo'qaydi." Abu Davudning sanadi sahih rivoyatida Zayd ibn Vahbdan mundaq rivoyat qilinadi: Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning oldiga bir kishi keltirilib, buning soqolidan aroq temib turdi deyildi. U: "Biz kishilarning aybini ma'rab yurishdan cheklangan, ammo oshkora o'tkazilgan jinoyatni ko'rsak, shuning qarta jazo olsak bo'ladi" dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga birarsining gap so'zlari yetkazilsa, paloni nimishqa mundaq deydigando demay, ba'zi kishilar nimishqa mundaq deydigando deydi. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qarındaşlar, anlavatqınlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Cami'l Usul ve Mecmu'uz Zavaid namlı kitabının 7. tomu. Biz edep, ahlak ve qaidi usullar bölümünü okuvatımız. Bugün anlaydığınlar kibir, riya ve başka çoğun günahlara alakadar sahih hadisler. Abu Davud'ның sahih rivayetinde Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet kılıdı ki,
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Alloh azza va jalla kibirlik va ulug'liq mening xos sifatlarim bo'lib, kimki uningdan birini mendan tolishadi ekan, uni do'zaxga tashlayman dedi. İmam Müslim'nin rivayetinde Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu'dan mundak rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilida zarrachilik kibri bar odam jannatga kirmaydi dedi. Bir kishi odam chiroyli kiyim-kechaklarni kiyishni yaxshi ko'radi, bu kibrlik bo'lamdi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom Alloh go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi. Kibr degan haqqi unimaslik, kishilarni ko'zga olmaslikdir dedi. Tirmizining Hasan rivoyatida Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Mutakabbirlar qiyomat kuni odam suratida, ammo zarrachilik hajmda bo'ladi. Ularni hamma tarafdan xorliq qoplab, do'zaxdagi bulas deb atilgan bir turmaga aylanadi. Ularni dahshat ulg'aygan o't ko'ydiradi. Ular do'zax ahlining tinatul xabal deb atilgan yeringlari bilan sug'uriladi. Tirmizining Hasan rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Jahiliyatda o'lib ketgan ota-bobolari bilan faxrlanadigan kishilar bu ishdan voz kechsin. Chunki ular do'zaxning ko'miridan boshqa narsa emas. Voz kechmaydigan bo'lsa, undaq kishilar Alloh taolaning nazarida ganda qurtidan xor o'ringa tushib qoladi. Allah sizlarni jahiliyatning takabburligidan, ota-bobolar bilan faxrlanishdan qutqizdi. Kishilar ikki turlikli bo'ladi. Ya taqvodar mu'min yoki asi badbaxt. Hammanglar odam bolalarsizlar. Odam bo'lsa tuproqdan yaratilgan. İmam Müslimning rivoyatida Muhammad ibn Ziyad mundoq deydi: Bahraynning amri tambilini yerga so'rab kiyib, putini yerga qattiq urib, Emir geldi deb to'lgan oldi kelgan edi. Uni ko'rgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tambilini takabburlik qilib uzun kiygan kishiga Alloh nazarini solmaydi degan edi dedi. İmam Buxoriyning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qildi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Bir odam takabburlik qilib, tambilini yerga so'rab kiyib manganda, uni yer yutib ketgan bo'lib, u toki qiyomat kunigacha yer ostida to'xtamay cho'kib turdi. Tirmizining sanadi sahih rivoyatida Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu mundoq degan: Sizlar menda kibr borliqni aytsalar, men eshak miniman, palasqa yo'giniman, qo'y sog'iman. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki mush ishlarni qilsa, uning kibri bo'lmagan bo'ldi degan tursa. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga mundoq so'zlab bergan edi: Alloh tabaraka va taolo qiyomat kuni bandalarning qashig'i tushib, ularning orasida hukm qiladi. Bu chaqda hamma ummat tizilib o'tirgan holatda bo'ladi. Eng avval qari, shahid va boy kishi chaqiriladi. Alloh taolo qariydan: "Men sana Rasulumga nozil qilgan kitobni o'rgatmadimmi?" deb so'raydi. Qari: "Shundoq, ey Parvardigorim, o'rgatgan eding" deydi. Alloh: "Qur'onni qanday qilding?" deb so'raydi. Qari: "Men uni kecha-kunduz o'qib turdim" deydi. Alloh uningga: "Yolg'on aytding" deydi. Farishtalarmi: "Yolg'on aytding" deydi. Alloh uningga: "Sen kishilarning seni qari ekan deyishini ko'zlagan eding. Sening ko'zligining amalga oshdi" deydi. Ondan Bayden: "Seni hech kimga muhtoj qilmay, ko'p mol dunyo ato qilmadimmi?" deb so'raydi. Boy: "Shundoq ey Rabbim" deydi. Alloh uningga: "Undaq bo'lsa, men ato qilgan mol dunyoni nimaga ishlatding?" deb so'raydi. U: "Sizlar rahim qildim, sadiqa qilib turdim" deydi. Alloh uningga: "Yolg'on aytding" deydi. Farishtalarmi uningga: "Yolg'on aytding" deydi. Alloh: "Sen kishilarning seni sehi ekan deyishini ko'zlagan eding. Sening ko'zligining amalga oshdi" deydi. Ondan Alloh yo'lida o'ltirilgan kishi keltirilib: "Sen nima uchun o'ltirilding?" deb so'raldi. U: "Ey Alloh, sening yo'lingda jihad qilishga buyurilib, urushib o'ltirildim" deydi. Alloh uningga: "Yolg'on aytding" deydi. Farishtalarmi uningga: "Yolg'on aytding" deydi. Alloh uningga: "Sen xalqlarning seni botir kishi ekan deyishini ko'zlagan eding. Sening ko'zligining amalga oshdi" deydi.
Abu Hurayra yana mundaq deydi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikki tizimga urib turib, "Ey Abu Hurayra, ana shu uch turli kishi qiyomat kuni jahannam o'ti eng burun tutishadigan kishilardir" dedi. İmam Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Alloh tabaraka va taala mundaq deydi: Mening sherikka hech ehtiyojim yo'q. Kimki men bilan boshqa birini sherik qilib turib bir amalni qilsa, men u amalni qabul qilmayman. Uning savobini shu sherik qilgan narsadan olsin." İmam Buxoriyning rivoyatida Abu Bakr radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar alayhissalom 3 qatim "Men sizlarga cho'ng gunohlardan xabar beraymi?" deb so'ragan edi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, shunday qilgan" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Allohga sherik keltirish, ota-onani qaqshitish" dedi. Ondan yo'linib o'tirgan yerdan tiklanib, "Yolg'on qasam qilish" dedi. Payg'ambar alayhissalom bu so'zni qayta-qayta takrorlayverdi. Hatta biz payg'ambar alayhissalom to'xtab qolgan deb ketdik. İmam Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom 7 xil alokatli gunohdan saqlaninglar dedi. Ba'zilar: "Ey Rasululloh, ular qaysi gunohlar?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom ularga: "Allohga sherik keltirish, sehr qilish, nohaq odam o'ldirish, yetimning malini yevilish, o'sim yeyish, jangdan qochish, iffetlik pak musulmon ayollarga bo'xton chaplash qatorliqlar" dedi. Abu Davudning sanadi sahih rivoyatida Umayr radhiyallohu anhudan kelgan yana bir rivoyatda bir kishi payg'ambar alayhissalomdan "Cho'ng gunohlar qaysi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Ular 9dir" dedi va yuqorqi hadisdagi 7 gunohni tilga olgandan keyin musulmon ota-onani qaqshitish, sizlarning tirik ham o'lik chaqinglarki qiblanglar bo'lgan Baytul Haramdan cheklangan ishlarni qilib, uning o'rnidan saqlamaslik dedi. İmam Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Gunohlarning eng cho'ngi Allohga sherik keltirish, ota-onani qaqshitish, nohaq odam o'ldirish va yolg'on qasam qilishdir." Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah, amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qarındaşlar, anlayatqanыңlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Hadisler Toplum namlı kitabının 7. tomu. Bugün anlayacağınızlar münafıklık, çaqçaq ve talış-tartış. İmam Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "To'rt xil sifat bor bo'lib, qandaq bir odamda mush sifatlarning hammasi tepilsa, rasmiy munofiq bo'ladi. Biri tepilsa, toki uni tashlamaguncha nifoqning bir sifati uningda bo'lgan bo'ladi. Birinchi, omonatga xiyonat qilish. Ikkinchi, yolg'on so'zlash. Uchinchi, to'xtamga amal qilmaslik. To'rtinchi, da'voda osonlik qilish." Tirmizining sahih rivoyatida va'dasi turmaslik deb kelgan. Tirmizi bu hasan va sahih hadisdir degan. Olimlarning nazarida buning ma'nosi amaldagi munofiqlik bo'lib, e'tiqoddagi munofiqlik payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zamonida mavjud edi. İmam Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Munofiqning alomati 3dir. Garchi u ro'za tutib, namoz o'qib, o'zini musulmon deb atab olsa-mu." Tirmizining sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ikki xislat munofiqlikda tepilmaydi. Biri isl axloq, yana biri diniy tushuncha." İmam Müslimning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Munofiq xuddi ikki to'p padining orasida qilib, gohida uningga, gohida buningga agishib yurgan sog'liq o'xshaydi." İmam Buxoriyning rivoyatida Muhammad ibn Zayd ibn Abdullah ibn Umardan mundaq rivoyat qilindi. Ba'zilar Ibn Umar radhiyallohu anhumaga: "Biz podshoh va amirlarimizning huzurida boshqacha, ularning huzuridan chiqqandan keyin boshqa so'zlarni qilamiz" dedi. U:
Biz bunday qilishni munofiqlik hisoblaydiq, dedi. İmam Buxariyning rivoyatida Huzayfa radhiyallohu anhu mundaq degan: Hozirgi munofiqlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonidagi munofiqlardanmi eshib tushdi. U chaqlarda ular o'zlarining munofiq ekanligini yoshiratdi. Lekin hozirgi munofiqlar ochiq oshkora ifodalaydigan bo'lib ketdi. İmam Müslimning rivoyatida Huzayfa radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sahabalarimning ichida 12 munofiq bor. Ulardan 8i töge yığınının tüşküden ötmekçe ergizim cennet girmeydi. Dubayla kesili, biqini yırıngdap tişip ketadigan bir xil kesellik seni ularning şerridan qutulduradi. Ravilardan Asvat mundaq degan: Qolgan tövet haqida Şu'baning nim deganligini as tutolmadim. İmam Müslimning yana bir rivoyatida mundaq kelgan: Dubayla kesili seni ulardan 8ning şerridan qutulduradi. Dubayla dolularda paydo bo'lib, meydillerden teşip çıkıdığan köydürgü kesildir. İmam Müslim'nin rivayetinde Ebu Tufayl raziyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılınadı. Ayın çağda Tabuk'taki Aqaba degen joyda Peygamber aleyhisselam'ı suiqas qilmoqchi bo'lgan munofiqlardan biri bilan Huzayfa raziyallahu anhu bir ish ustida takallashib qoldi. Shuning bilan u odam Huzayfaga Allohning nomi bilan sendan so'rayki, qiyolikda suiqas planlaganlarning soni qancha edi aytib bergin degan edi. Jamoatmi Madamiki senden bir narsa so'radi, uning javob bergan dedi. Huzayfa: Biz ularni 14 kishi deb bilamiz. Agar sen ulardan bo'ldigan bo'lsang, ularning soni 15 bo'ladi. Allohni tilga ilib guvohlik beramanki, ularning 12si dunyoda va guvohchilar guvohlik berishga turadigan qiyomat kunida Alloh va uning rasuliga jang e'lon qilganlardir. Qolgan 3 kishi biz jakarchining ovozini anglamay qopdiq, ham suiqaschilarning g'arazini bilmabdiq deb o'zlari aytgan edi. Peygamber aleyhisselam ularning o'zrini qabul qildi. Aslida o kuni Peygamber sallallohu alayhi vasallam bir sayliqda ketib o'tib, suv bakma az, shunga hech kim mendan burun suvning qishiq bormsin degan edi. Lekin suvning yoniga yetib borganda u yerga Alloh burun berib bo'lgan bir to'p kishini, ya'ni munofiqlarni ko'rdi-da, ularga la'nat o'qidi. İmam Ahmedning ravileri sahih hadisning ravileri bo'lgan rivoyatida yana Abu Tufayl raziyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Tabuk qasridan qaytishida bir jakarchini hech kim payg'ambar alayhissalomdan burun Aqabaga bormasin. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu yerga tushmoqchi deb jakarlashga buyurgandan keyin shu yerga qarab yo'lga chiqdi. Huzayfa radiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning tugisini yetlab mangan bo'lib, Ammar arqasini aydab kelyotdi. Tuyuqsizlar yuzlarini niqoblab olgan bir to'p tugilik kishi kelib Ammarni urib oldi. Ammar ularga o'zlanib, tugillarning yuzlariga urishga boshladi. Payg'ambar alayhissalom Huzayfaga oldinga tortib mengayver desa, Ammarga hayda deydi. Nihoyat ko'zgan joyga yetib berib, tugilar cho'ktirildi. Payg'ambar alayhissalom tugidan tushib, "Ey Ammar, ularni toniy oldingmi?" deb so'ragan edi. Ammar: "Uloqlarning ko'pinchisini tonib oldim. Ammo odamlar niqoblangan bo'lg'achqa ularni toniy olmadim" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ularning nima qilmoqchi ekanligini bilamsan?" deb so'ragan edi. Ammar: "Alloh va uning rasuli obdan biladi" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ular meni elib chiqib qiyodan tashlamoqchi bo'lgan edi" dedi. Keyin Ammar ulardan Aqaba munofiqlaridan biri bilan takallashib qoldi. U odam: "Allohning nomi bilan sendan so'ray. Qiyolikda suiqasd planlaganlarning soni qancha edi aytib bergin" dedi. Ammar: "Biz ularni 14 kishi deb bilatdik. Agar sen shulardan bo'lsang, ularning soni 15 bo'ladi. Ulardan 3 kishi biz jakarchining ovozini anglamay qopdiq, ham suiqasdchilarning g'arazini bilmabdik" deb o'zi aytgan edi. Payg'ambar alayhissalom ularning o'zrini qabul qildi. Qolgan 13 kishi dunyoda va guvohchilar guvohlik berishga turadigan kunda Alloh va uning rasuliga jang e'lon qildi dedi. Shuning bilan munofiqlik, chaqchaq va talash-tartib aloqalar sahih hadislar tugidi. Alloh hammalarga foydali ilm ato qilsin. Qalbinglarda nifoq bo'lib qolishdan saqlasin. Allah hammamizning qalbini o'zining pok nuri bilan nurlantirib olsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
Ez qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman al-Maghribiyning Jam'ul Fawaid min Jamil Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 7-tomi. Bugun anglaydiganinglar Tabukdagi Aqaba degan joyda planlangan suiqasdga qatnashgan munofiqlarning tizimligiga aloqador sahih hadislar. İmam Müslimning rivoyatida Salama radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Ağrıp qalğan bireylarni yo'qlash uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bordik. Men bemorning badaniga qo'limni tekkizib beqib, Allohning nomi bilan qasamki, men bundaq qattiq qizib ketgan odamni ko'rib boqmagan edim desam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni buningdan qattiq qizib ketadigan kishini sizlarga deb beraymi? Uloqqa minib ketayotgan ikkisi shu dedi va bizga dumbisini qilib ketayotgan sahobalardan ikki kishini ko'rsatdi. İmam Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Ibn Abu Mulayka mundaq degan: Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Badrga qatnashgan sahobalardan 33 kishini ko'rganman. Ularning hech biri mening imonim Jibril bilan Mikailning imonidek saf va nifoqsizdir deb aytolmaydi. İmam Ahmad ve Ebu Ya'la'nın Sened Hasan rivayetida Ebu Said Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Navoda biringlar ne ishki ya kamasi bo'lmagan uyul toshning ichida turib amal qilsimi, kishilar qachonla bo'lmasin uning amallaridan xabardor bo'lmay qolmaydi. Tirmiziyning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi ki, sahobalar: "Ey Rasululloh, sen bizga chaqchaq qilyapsan" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Men chaqchaq qilsammi, haqdan boshqani demayman" dedi. Tirmiziyning sahih rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladi ki, bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan mingidek uloq berishni talab qildi. Payg'ambar alayhissalom: "Seni tuguning balasiga mindiray" dedi. U kishi: "Tuguning balasini qandoq minaman?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Tugidan boshqani tug'amdi" dedi. Tirmiziyning sahih rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladi ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga chaqchaq qilib, "Ey qo'shquloq" degan edi. Abu Davudning sanad sahih rivoyatida Usayd ibn Uzayr radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Ansarlardan chaqchaqchi bir kishi bor bo'lib, bir kuni u kishilarga gap qilib berib, ularni kuldirib olsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chaqchaq qilib, uning biqiniga tayoq sanjib qo'ydi. U: "Ey Rasululloh, qisosimni olaman" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Mana elval" deb turib bergan edi. U: "Sening uchun ko'ynak bor ekan, lekin meninkida yo'q" deb turib oldi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'ynagini qayirib berdi. U payg'ambar alayhissalomni quchoqlab, qo'rsqoq so'yishga boshladi va: "Ey Rasululloh, mening niyatim shu edi" dedi. Abu Davudning Hasan rivoyatida Sa'ib ibn Yazid radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Hech qaysinglar qirindishining bir narsasini chaqchaq qilib yoki rostdan elib olmasin." Abu Davudning sahih rivoyatida Abdurrahman ibn Abu Layla mundaq rivoyat qiladi. Sahabalardan anglashimizcha, ular bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ketayotganida oradan bir kishi uxlab qolgan ekan. Ba'zi kishilar chaqchaq qilib, uning yenidagi bir arg'amchini elib olibdi. Uxlab qolgan odam uyg'onib qo'rqib ketibdi. Buni ko'rgan payg'ambar alayhissalom musulmonni qo'rqitishi durust bo'lmaydi debdi. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Abu Umama radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Bir millat to'g'ri yo'lga mangandan keyin ezib ketsa, Alloh ularni talash tortishga ichki majroga solib qo'ydi" dedi. Ondan ular bu misolni faqat husumat qilish uchun keltirdi. Balki ular jalxul qavmdir degan oyatni o'qidi. Abu Davudning Hasan va sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Qur'on haqida talash tortish qilish kufrlikdir.
İmam Buxariyning rivoyati Tabaranining Al-Kabirdagi raviylar ishonchli rivoyatida Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Maryam o'g'li Isa alayhissalom mundoq degan: Ish uch turlikli bo'ladi. Biri, sen to'g'riliqni bilgan ish bo'lib, buning ergashgin. Yana biri, xatolik sana ma'lum bo'lgan ish bo'lib, buni qilmag'in. Uchinchi biri, to'g'ri yoki xatolik aniq bo'lmagan ish bo'lib, buni olim kishidan so'rab bilgin. Shuning bilan adab axloq va qodi usullar bilimi tugidi. Alloh hammanglarga foydali ilm ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullohi ve barakatuh. Aziz qardoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning hadislar to'plamlari kitobining 7-tomi. Bugun o'qiydiganimiz ism va kunyalar bo'limi. İmam Müslim'nin rivayetinde Ebu Hureyre radhiyallahu anhu rivayet kıldığı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundak degen: Allah'ın nazarında en pes isim padişahlarının padişahı deb atalgan kişinin ismidir. İbn Ebu Şeyba'nın rivayetinde mundak gelgen: Allah azze ve celle'den başka padişah yoktur. Sufyan, Şahinşah degandek isimler köstülgan deydi. İmam Müslim'nin rivayetinde Cabir ibn Abdullah radhiyallahu anhumadan mundak rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya'la bereke, Aflah, Yasar, Nafi ve şununla oxşaş isimlerini qo'yishni cheklamekchi bo'ldi. Lekin undaq isimlarni qo'yganlarga gap qilmadi va ularni cheklamagan holda vafot bo'ldi. İmam Müslim'nin rivayetinde Samura ibn Jundub radhiyallahu anhu rivayet qiladi-ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Allohga eng suyumli so'z to'rtdir. Ular Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve Allahu Ekber bulup, qaysini burun başlasan buluverdi. Oğlunga Yasar, qulaylik, Rabah, payda, Necih, qutuq, yoki Aflah, nijatliq topquchi deb isim qo'ymag'in. Chunki sen palon bormi deb so'rasang, yo'q deb javob berilib qoladi. Bular 4 ismdir. Bularni mendan rivoyat qilganda ortiq qilib olmanglar. Ebu Davud'un Hasan ve Sahih rivayetinde Zeyd atsı Aslam radhiyallahu anhu'dan rivayet kıldı ki Ömer ibn Hattab radhiyallahu anhu Ebu İsa deb kunya koyup algan bir oğlunu nima deb undaq kunya koydun deb urgan. Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu anhu Ebu İsa deb kunya koyup alganda Ömer onunğa Ebu Abdullah deb kunya koysan yetmemdi dedi. O Peygamber aleyhisselam mağa şundaq kunya koygan idi dedi. Ömer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin burun emkini kılgan işlerinin emmisi keçiritilgen. Biz bolsak, muşundaq musulmanlardırmez, aqıtımızın bilmeyimiz dedi. Şunundan keyin Mughira taki opat bolğuça Ebu Abdullah degen künyani işletti. İmam Müslim'nin rivayetinde Enes ibn Malik radhiyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Baqi mazarlıqları ketiyotganida bir adam yani bir adamni Ebul Qasim deb chaqirdi. Peygamber aleyhisselam burilib qaradi. O adam: "Ey Rasulullah, men seni chaqirmadim, palonni chaqirdim" dedi. Şunun bilan Peygamber aleyhisselam ismimni qo'yinglar, kunyamni qo'llanmanglar dedi. İmam Buxariyning rivayetida Cabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu'dan mundaq rivayet qilindi. Aramızdan bir kishi yangi tug'ilgan bolasiga Qasim deb ism qo'ygan edi. Ansariylar: "Biz seni Ebul Qasim, Qasimning atilgan kunya bilan chaqirmaymiz va bu kunyiting bilan seni hurmatlamaymiz" dedi. U kishi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning oldiga kelib, ahvolni aytgan edi. Peygamber aleyhisselam o'g'lingga Abdurrahman deb ism qo'y dedi. İmam Buxariyning rivayetida Ansariylar: "Biz seni Ebul Qasim deb chaqirmaymiz va bu kunyiting bilan seni hurmatlamaymiz" dedi. O adam berip Peygamber aleyhisselam'a aytgan edi. Peygamber aleyhisselam: "Ansariylar yaxshi qipti. İsmimni qo'yinglar, ammo kunyitimni qo'llanmanglar, chunki men taqsim qilg'uchidirman" dedi. Tirmizining Hasan va Sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ism bilan kunyitini Muhammad Ebul Qasim deb bir ismga jamlab ishlatishni cheklagan. İmam Ahmed'nin ravileri sahih hadisinin ravisi bo'lgan rivoyatida
Abdurrahman ibn Abu Layla mundaq deydi. Bir kishi Abu Abdulhamidni yoki Abdulhamidning Muhammad degan o'g'lini: "Ey Muhammad, Alloh seni undaq qilib o'tgay, mundaq qilib o'tgay" deb qarg'avatdi. Buni ko'rgan mu'minlarning amiri Umar radhiyallohu anhu Muhammadni chaqirib, uningga: "Ey ibn Zayd, menga yaqinroq kel. Men sening sababingdan Muhammadning tilinayotganligini ko'ryapman-ku. Yo'q, Allohning nomi bilan qasamki, men hayotli bo'ldikaman, sen buningdan keyin Muhammad ismini ishlatmaysan" dedi va uningga Abdurrahman deb ism qo'ydi. Andın Bani Talha qavmiga adam avatib, ularning oilasi ismlarini o'zgartirishga buyurdi. Ular 7 o'g'il bo'lib, eng cho'ngi va oqsoqolining ismi Muhammad edi. Muhammad ibn Talha Umarga: "Ey mu'minlarning amiri, Allohning nomi bilan sendan o'tnib qolay va Allohning nomi bilan qasam qilayki, ismimni Muhammad sallallohu alayhi vasallamning o'zi Muhammad deb qo'ygan" degan edi. Umar: "To'xtanglar, Muhammad alayhissalom ismini qo'ygan kishining ismini men o'zgartirmayman" dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Muhammad ibn Hanafiya dadasi Ali radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qildi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Rasululloh, sendin yana vafotingdan keyin farzandim bo'lib qolsa, uningga sening isming va kunyangni qo'ysam bo'lamdi?" deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom: "Bo'ladi" dedi. Imom Buxoriyning rivoyatida Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Hazrati Ali Abu Turab kunyasini bekmay yoqtiratdi. Bu ismni uning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zi qo'yib qo'ygan bo'lg'achqa, Ali shu ism bilan chaqirilsa xush bo'lib ketadi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom Fatimaning uyiga kelgan edi. Alining uyida yo'qligini ko'rib, "Ali qani?" dedi. Fatima radhiyallohu anha: "U men bilan xafa bo'lishib qolib chiqib ketgan. Tushda uyquching uyga qaytmadi" dedi. Payg'ambar alayhissalom bir kishiga: "Mang berib uning nadaligini bilib kel" dedi. Birozdan keyin u kishi kelib: "Ey Rasululloh, u masjid uxlayotibdi" degan edi. Payg'ambar alayhissalom kelib qarasa, Ali radhiyallohu anhu uchiski yekdiki tushib ketgan, to'pida yenish yotgan holda uxlayotibdi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom uning uchiski to'plarini qiqib turib: "Ey Abu Turab, to'pining atisi qo'p" degan edi. Imom Buxoriyning rivoyatida Urva rivoyat qiladi-ki, Asma radhiyallohu anha mundaq degan: "Makkadan hijrat qilib chiqqan vaqtimda Abdullah ibn Zubayrga amildor edim va tug'ut vaqtim yaqinlashib qolgan edi. Madinaga kelib Quboga tushib yangidim. Ondan bu vaqtni payg'ambar alayhissalomning yoniga olib kelib, quchqiga qo'ydim. Payg'ambar alayhissalom bir tal xurma keltirib uni chaynadi. Ondan bu vaqtning og'ziga tukirib qo'ydi. Shuning bilan Abdullahning qo'rsig'iga tunji bo'lib payg'ambar alayhissalomning tukirki kirdi. Ondan payg'ambar alayhissalom chaynagan xurmasini Abdullahning tomog'iga surib, uni og'izlantirdi va uningga barakat tilab duo qildi. Abdullah muhojirlarga nisbatan Madinaga hijrat qilgandan keyin tug'ilgan tunji musulmon buvoq edi. Imom Buxoriyning yana bir rivoyatida mundaq kelgan: Abdullah muhojirlarga nisbatan Madinaga hijrat qilgandan keyin tug'ilgan tunji musulmon buvoq edi. Shunga musulmonlar uning tug'ilganiga bek muxshal bo'ldi. Chunki musulmonlarga Yahudiylar sizlarga sehr qilib qo'ydi, endi sizlar farzand ko'ra olmaysizlar deyilgan edi. Imom Muslimning rivoyatida mundaq kelgan: Uningga Abdullah deb ism qo'ydi. Imom Buxoriyning rivoyatida Abu Musa radhiyallohu anhu mundaq deydi: Mening bir balam tug'ilganda uni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga olib bordim. Payg'ambar alayhissalom uningga Ibrohim deb ism qo'ydi. Ondan xo'rim chaynab uning tomog'iga surib og'izlantirgandan keyin uningga barakat tilab duo qilib, men qaytirib berdi. U bolalarimning cho'ng edi. Abu Davudning sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi: Ey Rasululloh, hamma do'stimning kunyasi bor degan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: Undaqda o'g'ling, ya'ni jiyaning Abdullah bilan kunyalangan dedi. Shuningdan boshlab Aisha radhiyallohu anha Abdullah ibn Zubayrning ismi bilan kunyalandi va Ummu Abdullah deb atalishga boshladi. Tabaranining Al-Kabirdagi raviylari sahih hadisning raviylari bo'lgan rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, u farzand ko'rmagan bo'lg'achqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga Abu Abdurrahman deb kunya qo'yib qo'ygan. Tirmizining sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yiqimsiz qabiy ismlarni o'zgartirib o'tdi. Imom Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayoli Ummu Salama radhiyallohu anhaning qizi Zaynabning ismi aslida Barra,
ehson qiluvchi edi. Barra bu ism bilan maqtandikan degan gap so'zlarni anglagan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning ismini Zaynabga o'zgartgan. Imom Muslimning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Barra ehson qiluvchi ismli kichik bir qiz bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning ismini Juvayriya, qizchaq deb o'zgartirib o'tdi. Chunki payg'ambar alayhissalom ehson qiluvchining qishidan chiqib ketdi deyilishni yoqtirmaydi. Abu Davudning sahih rivoyatida Shurayh radhiyallohu anhu otasi Ani radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, u o'z qavmining umki bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelganda payg'ambar alayhissalom uning Abul Hakam degan kunya bilan chaqirilganligini anglab qoldi-da, uni chaqirib, "Hakam, hukm qiluvchi Allohdir. Hukm qilish uning qo'lida tursa, sen nima uchun Abul Hakam deb kunya ishlatsan?" deb so'radi. U "Mening qavmim biror ishda talash-tartish qilib qolsa, mening oldimga kelishidi va men ularning o'tirida hukm qilib qo'ysam, har ikki taraf rozi bo'lishidi" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Bu nima degan yaxshi ish? Sening bolalaringning ismlari nima?" deb so'radi. U "Mening Shurayh, Muslim va Abdullah ismli o'g'illarim bor" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Cho'ng qaysi?" deb so'ragan edi. U "Shurayh" dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom "Undaqda sen Abu Shurayh, ya'ni bundan keyin mushkunya bilan chaqirilasan" dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Usama ibn Akhdari radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'mak bo'lib kelgan kishilar qatorida Asram, kesilguchi ismli bir kishi bor edi. Payg'ambar alayhissalom uningdan "Isming nima?" deb so'ragan edi. U "Asram" dedi. Buni anglagan payg'ambar alayhissalom "Yo'q, sen Zur'a, o'z kuchi bo'lgan" dedi. İmam Buxoriyning rivoyatida Said ibn Musayyib otasi Musayyib radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qiladi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelgan edim. Payg'ambar alayhissalom "Isming nima?" deb so'radi. Men "Hazn", qiyinchilik desam, payg'ambar alayhissalom "Sen sahl, osonlik bo'lgan" dedi. Men ota-onam qo'ygan ismini o'zgartmayman dedim. Ibn Musayyib bundoq dedi. Biz shuningdan keyin qiyinchilikdan qutulolmadik. İmam Buxoriyning rivoyatida kelishicha, uning bo'lsa Hazn payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelgan edi. Payg'ambar alayhissalom "Isming nima?" deb so'radi. U "Hazn", yana qiyinchilik deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom "Yo'q, sen sahl, osonlik bo'lgan" dedi. U "Ota-onam qo'ygan ismimni o'zgartmayman" dedi. Ibn Musayyib bundoq dedi. Biz shuningdan keyin qiyinchilikdan qutulolmadik. Abu Davudning sahih rivoyatida Said ibn Musayyib otasi Musayyib radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning otasidan "Isming nima?" deb so'ragan edi. "Hazn" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Sen sahl, osonlik bo'lgan" dedi. U "Oson degan dastiladi, xorlandi" deb turib oldi. Ibn Musayyib bundoq dedi. Shuningdan keyin beshimizga kelgan qiyinchilik va musibatlarni mushu ismning tufaylidan bo'ldi deb qarayman. Abu Davudning sahih rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Asiya, bosh harfi arabcha ayn harfi bilan bo'lsa, Asi ayol degan ma'noni, ammo hamza harfi bilan bo'lsa, yaxshi ayol degan ma'noni ifodalaydi. Degan ismini o'zgartirib, sen Jamila, go'zal degan. İmam Buxoriyning rivoyatida Sahl radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Munzir ibn Abu Usayd tug'ilgan chaqda payg'ambar alayhissalom oldidagi bir narsa bilan mashg'ul bo'lib o'tadi. Abu Usaydning buyrug'i bilan bola payg'ambar alayhissalomning yo'tisidan elinib uyga elib ketildi. Payg'ambar alayhissalom ishini tugatib bolani esiga oldida, "Bola qani?" deb so'radi. Abu Usayd "Ey Rasululloh, biz uni uyga qaytarib o'tdik" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Uning ismi nima?" deb so'radi. U "Paloni" degan edi. Payg'ambar alayhissalom "Yo'q, uning ismi Munzir, ogohlantiruvchi bo'lsin" dedi. Shunda qilib payg'ambar alayhissalom shu kun uningga Munzir deb ism qo'yib berdi. Imom Ahmadning ravilari sahihasining ravilari bo'lgan rivoyatida Abu Ishaq Juhayna qabilasidan bo'lgan bir sahobadan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning birisini "Ey harom" deganligini anglab, "Ey halol" degan.
İmam Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Üzüm daraxtini karam, sexiylik deb atamanglar, chunki karam degan musulmon erdur. Abu Davudning sahih rivoyatida üzüm bog'laridanlar deb kelgan. Hadaiqal a'nab. İmam Buxoriyning rivoyatida karam, sexiylik degan mu'minning qalbidir degan. İmam Müslimning rivoyatida Alqama ibn Va'il atasidan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Karam demay, tal yoki üzüm danglar. Shuning bilan ism va kunyalar bo'limi tugadi. Alloh xolisa keyingi qitimda she'r bo'limini o'qiymiz. Alloh hammanglarga foydali ilm ato qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qardaşlar, anlayatqanlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin hadisler toplum namlı kitabının 7. tomu. Bugün okuyduğumuz şiir bölümü. İmam Buxorining rivoyatida Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu rivoyat qiladi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundoq degan: Ba'zi she'rlarda hikmatli so'zlar bo'ladi. Tirmizining Hasan va sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundoq degan: Ba'zi she'rlarda hikmatlar bor. İmam Buxorining rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundoq degan: Bir odamning ichi she'r bilan to'shqinidan yering bilan to'shib, qo'rsqini butunlay sesib etgan yaxshiroq. İmam Müslimning rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi: Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan billa Arj degan joyda ketayotganimizda oldimizga she'r o'qiyotgan bir kishi chiqqan edi. Peygamber alayhissalom: Shaytonni tutinglar. Bir odamning ichi yering bilan to'shib ketgani she'r bilan to'shqindan yaxshiroq dedi. Tirmizining Hasan rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi-ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hassan'a masjidda munbar qo'yib beradi. Hassan munbarga chiqib, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni qo'g'dab yoki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning faxrlik ish izlarini tilga olib, mushoira orqali mushriklarga radiya beradi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundoq degan edi: Peygamberni qo'g'dab yoki Peygamberning faxrlik ish izlarini tilga olib, mushoira orqali mushriklarga radiya berib tursalar, Allah Hassanni Ruhul Qudus, yani Jibril bilan qo'llab turadi. İmam Müslimning rivoyatida Amr otasi Sharid radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Bir kuni men Peygamber sallallohu alayhi vasallamga mingishib olgan edim. Peygamber sallallohu alayhi vasallam Umayya ibn Abu Salidning she'rlarini bilamsan deb so'radi. Men a desam, Peygamber alayhissalom qani o'qib baqa dedi. Men bir baytni o'qib bersam, Peygamber alayhissalom ha, yana o'qi dedi. Men yana bir bayt o'qib bersam, Peygamber alayhissalom yana o'qi dedi. Shunday qilib men 100 bayt o'qib berdim. İmam Müslimning yana bir rivoyatida u she'rda musulmon bo'lishga oz qolgan ekan dedi. U she'rda musulmon bo'lishga oz qolgan ekan dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Jabir ibn Samura radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi: Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan 100 qatimdan ko'proq birga o'ltirgan edim. Sahabeler qo'shiq aytishib, jahiliyat davridagi ba'zi ishlarni eslashib o'ltirsimi, Peygamber alayhissalom ularga bir narsa demaydi. Hatto ba'zida kulimsirab qo'yadi. İmam Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi: Ömer radhiyallohu anhu masjidda she'r aytayotgan Hassanning qishini o'tib ketib, uningga to'smoqchi bo'lganda qarabdi. Hassan: Men bu masjidda sendinmi afzalroq zot bor chog'da she'r o'qiydim dedi. Ondan menga qarab, sendin Allohning nomi bilan so'rayki, sen Peygamber sallallohu alayhi vasallamning menga kaltan javob qaytargan. Ey Allah, uning Ruhul Qudus, yani Jibril bilan banat bergaysan deganligin anglaganmi deb so'radi. Men ha, rost anglagan dedim. Tirmizining sahih rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi ki, Peygamber sallallohu alayhi vasallam
qazo umra qilish uchun Makkaga kirganda Abdullah ibn Ravaha uning oldida: "Ey kafirlar avlodi, uning yo'lini to'smanglar" deb qo'shiq aytib mangan edi. Umar radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldida ham Allohning harimida qo'shiq o'qiyotamsan dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga: "Ey Umar, uningga tegma. Bu she'r ularga, ya'ni Makka mushriklariga ya o'qlaridanmi tezroq tegido" dedi. İmam Buxariyning rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir safarda edi. Ayollarining tugullarini Anjasha degan quli qo'shiq aytgan holda tez aydab ketib o'tadi. Payg'ambar alayhissalom uningga: "Ey Anjasha, shishilarni, ya'ni ayollarni avaylab aydigan" dedi. Abu Qilaba Payg'ambar alayhissalom bu so'z orqali ayollarni ko'z tutgan edi degan. İmam Buxariyning rivoyatida Abu Qilaba mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq fasohatli bir o'xshish qildiki, ya'ni ayollarni shishiga o'xshatdiki, agar bu so'zni boshqalar qilgan bo'lsa, sizlar u odamni ayblab ketgan bo'lardinglar. İmam Buxariyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'tgan voqealiklarni so'zlab berib o'tib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini tilga oldi: Sizlarning qarindishinglar Abdullah ibn Ravaha demoqchi. Sat gap qilmaydi. Abdullah mundaq she'r o'qigan: Aramizda bardur Allohning rasuli, tong suzilganda o'qiydi Qur'on, ko'rsatdi yo'lni biz amallarga, qoyilmiz bo'ludi degini hamon, Iroq yotidi ko'rpidan yeni, mushriklar bo'lsa shirin uyquda. İmam Buxariyning rivoyatida Bara ibn Azib radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Qurayza g'azoti bo'lgan kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hassan ibn Sabitqa mushriklarni ajib qilgan Jibril sen bilan billa degan. İmam Buxariyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Hassan payg'ambar alayhissalomdan Quraysh mushriklarini ajiblashga ijozat so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Ular bilan bir nasab tursam, mening nasabimni qanday qilsan?" dedi. Hassan: "Sening nasabingni ularning ichidan xuddi ximirdan qilni sug'urib olgandek sug'urib olaman" dedi. İmam Müslimning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Hassan payg'ambar alayhissalomga Abu Sufyanni ajiblashimga ijozat qilgan dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Men uningga tuqqan keladigan tursam" dedi. Hassan: "Seni ularning ichidan xuddi ximirdan qilni sug'urib olgandek sug'urib olaman" dedi-da mashhur qasidasini boshlab o'tdi. İmam Müslimning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Quraysh mushriklarini masxir qilinglar, chunki hajviy she'rlar ularga ya o'qlaridanmi qattiq tegadi" dedi. Ondan Abdullah ibn Ravahani chaqirtib, ularni masxir qil dedi. U masxir qildi. Ammo payg'ambar alayhissalomni rozi qila olmadi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom avval Ka'b ibn Malikni, ondan Hasan ibn Sabitni chaqirtdi. Hasan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib: "Ha, endi texi tili bilan g'azvini ifodalaydigan arslonni chaqiradigan vaqtinglar kelibdi-da" degenicha tilini chiqarib u yoq o'ynatdi. Ondan: "Seni haq bilan avatgan zotning nomi bilan qasam qilamanki, tilim bilan ularning izzat nomusini yo'ngni tutgandek tutib o'tmaydigan bo'lsam" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Aldirma, Abu Bakr Qurayshning nasabini eng yaxshi biladi. Mening nasabimni ularning nasabiga tutishidi. U sana mening nasabimni ayirib bersin" dedi. Hassan Abu Bakrning qashiga berib qaytib kelib: "Ey Rasululloh, seni haq bilan avatgan zotning nomi bilan qasam qilamanki, seni ularning ichidan xuddi xamirni qildan sug'urib olgandek sug'urib olaman" dedi. Aisha radhiyallohu anha yana mundaq degan: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Hassanga, sen Alloh va uning rasulini qo'g'dab she'r o'qib tursanglar, Ruhul Qudus, ya'ni Jibril sana madad berib turadi va Hassan ularni masxir qilib bizning o'chimizni elib berdi, o'zining o'chini elib oldi" deganligini angladim. İmam Buxariyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Shoir aytgan eng rostchil bayt Allohdan boshqa hamma narsa fanidir" degan baytdir. Tirmizining sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam she'rni tilga olib qo'yatdimi deb so'ralganda u mundaq degan: Abdullah ibn Ravahaning she'rini tilga olib qo'yatdi va ba'zida mundaq o'qib qo'yatdi: "Sen uzuq bermaganlarmi sana uchur akilar.
Sen uzuq barmaganlarmı sana uçur ekiler. İmam Buxariyning rivoyatida Jundub radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yo'lda ketayotdi. Bir toshqa putlashib ketib, bir barmoq qanab ketdi-da, "Sen faqatli qangan bir barmoq, beshingga kelgani Alloh yo'lida" deb o'qidi. İmam Ahmedning raviylari sahih hadisining raviylari bo'lgan rivoyatida Abu Nawfal ibn Abu Aqrabdan mundaq rivoyat qilinadi. Men Aisha radhiyallohu anhadan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurida she'r anglanibmi qolganmi deb so'rasam, u she'r Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eng uch ko'rgan so'z edi dedi. Tabaranining Al-Awsatdagi sanad hasan rivoyatida Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "She'r degan so'zning o'rni bo'lib, uning chiroyligi xuddi so'zning chiroyligiga saatiga o'xshaydi." Şunun bilan alhamdulillah she'r bölümü tugidi. İnşallah keyingi qatimda sizlar rahim va ata-onaning yaxshilik qilishini o'qiymiz. Alloh hammalarga foydali qilib ato qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah.